Ertaga O'zbekistondan yuk kelyapti, целый yuk. 1 tonna yuk. Господи. Hammasini yuklab olib kelib olishdi aytinglar uyga. Munis opa 1 tonna go'sht berib yuborgan. Voy, hammasini olib kelib olishdi aytinglar. Hozir ikkita video jo'natgan ekan, bush yigitim, короче, kulib o'tiribman. Men bilan ajrashib ketganimizdan keyin erkaklar по вызову ishlaganda hozir ham ishlaydi. Hozir to'ydan keyin mana 23 kunmikin Tojikistonda, keyin qaytib kelib yana qaytib ishlaydi. Blin, bechora qiz hech narsadan xabar yo'q, erga tegdi. Вот так вот. Ozidopa Nursaidova Qalampir.uzda intervyu beribdi. Juda ham cho'tka qilib tushuntirib, zo'r qilib tushuntirib intervyu berib qo'yibdi. Kirib ko'rsanglar, podrobno tushunib olasizlar, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Rosa zo'r bu intervyu beribdi. Qalampir.uzda aytilyaptiki, tipa Qalampir.uzdagi jurnalist qiz aytyapti. Sabrinaga biz bog'lana olmadik. Sabrinaga biz jurnalistmiz deb bog'lana olmadik deydi. Voy opa, siz bog'lana olmabsiz. Sabrina Toshkentdaligida men bog'lana olmadim. Почти sutkalab kutardim. Qachon trubkani ko'tarar ekan, qachon kimdir javob berar ekan deb. Siz bog'lana olmabsiz. Biz voshye bog'lana olmaganmiz. Umuman. Короче, Ozidopa to'g'ri aytyapti. 4 oy u qizni yashirib yurishgan. Ana baxtiylar nomerini bermasdan, ana baxtiy rejissyor yashirib yurgan. Ozidopa to'g'ri aytyapti. O'zlari aytib berdi menga. Yonidagi dugonasi aytib berdi. Tipa u nomerini ham bermagan. Biz borib yordam bermoqchimiz deb odamlar so'rasa ham nomerini ham bermagan. Представляете? Uyiga kelib topishgan bu qizni. Nomerini bermasdan передачасini qilib, menda parchasi bor, если что, это передачаны. Если что, Baxti, ведущий Alish akamiz bo'lgan, meni futbolning komandamdagi. Bu Baxti Ozidopaga qarshimi, nimadir qilmoqchi bo'lganmi? Короче, передачада snimatsiya qilishgan, полный parcha videolari bor menda. Полный. Так что intriga. Кусочек qo'yaymi? Кусочек. Боже мой. Yana bir marta ko'rsating. Videoni. Videoni. Nimasi go'zal. Nimaga shuncha mahorat? Qayerga tayyorgarlik? Bоже mой. Tayyoriga hamma tayyor. Boşa. Shuncha tayyorgarlik. Bitta cho'choqqa ya. Bizga qilasizmi diskoteka? Hayron. Bitta dostoyinstvosi shu sochi. Shuni qayta gapiraveradi. Мне слышали, махардам, шалдыр, сам